Abdurrazak Baxshi. Osmanlılarning Fatih Sultan Mehmet ve oğlu 2. Beyazıt Han devirlerinde yaşayan devlet erbabı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ның məxsus yarlıq pütükçisi bolğan Abdurrazak Baxshi hayatı boyu 22 parça eserini Uyghur ve Arap yazıqı bilen köçürüp çıqqandan sırt yana 22 parça eser yazgan bolsumu onun qaysi yili tug'ilib qaysi yili vafot bo'lib ketganligi hali ham noma'lum turmoqda. Abdurrazak Baxshi Tömöriylar davrining cho'kish davrida dunyoga kelgan Uyg'ur putukchi edi. Uning familiyasi Baxshi atalg'usi shu chog'dagi o'rda ichida farmon va yorliq putukchi Uyg'urlar birdek qo'llangan ma'muriy va ilmiy unvon edi. Abdurrazak Baxshi köçürgen eserler asaslıqı Ahmet Yüknaki, Miraydar Tilba, Sekkaki, Lutfi ve Mir Alişir Nevayilarga ait bolup, biz bu uçurlarga qarab, Abdurning taxminen miladiye 15. asrning o'ttirlarida dunyoga kelganligini qiyos qilg'ili bo'ladi. Abdurrazak Baxshi 15. asrning keyingi yerimidagi Osmanlılar sultani Fatih Sultan Mehmet Han'ның Türkçe yarlıq fermanlarını qadimki Uyghur yazıqı ve İslamiyetni qabul qilgandan keyin Uyg'urlar ijod qilgan Xaqaniya Uyghur yazıqı asosida ijod qilingan dаңlıq Çağatay Uyghur yazıqı bilan yozgan tunji Uyghur putukchisi edi. Abdurrazak Baxshi o'zi ko'chirgan klassik asarlarning ichidagi Baxshi belgisi, ya'ni Baxshi nom sharifi degan yerga qadimki Uyg'ur yazıqı bilan Şeyhzade Çin Belgüm, yani Şeyhzade haqiqiy nom sharifim deb yozgan. Bundaq imzolardan biri Qutalg'ubilik nomliq o'lmas bebaho asarning Uyg'ur yazıqida ko'chirilgan Hirat nusxasi 190-betidagi Baxshi nom belgilari degan yerda alohida ko'zga chiliqidi. Shu vajidan tarixchilarning uning to'liq ismini Şeyhzade Abdurrazak Baxshi yoki Abdurrazak Şeyhzade Baxshi deb atashda birlik kelgan. Chunki qadimki Uyg'ur yazıqini usti tarafdan osti tarafga o'qishga bo'libli qolmay, yana texi ostidan ustiga qarab o'qig'ilimi bo'ladi. Uningdan boshqa Abdurrazak Baxshining o'zi yozgan nazmlardagi xos taxallusi Baxshi bo'lib, özünün Uyghur coğrafiyası bolmuş Türkistan'dan Türk Oğuz coğrafiyası bolmuş Anatoliyaga köçüp gelgen kişi ikenlikini izhar kılış üçün yana Türkistani Baxshi deb xos taxallus qo'llangan edi. Abdurrazak Baxshi ayni chog'dagi yangi gullangan Osmanlılar imperiyasida o'ziga tegishlik izzat va hurmat ko'rgan buyuk erbab edi. U Osmanlılarning mehri soğuk taş saraylarına könelmey, ana yurtini ve Uygurcha hayat şeklini seğinip kalganda, bunu sezip kalgan Sultan Mehmet Han, onunla atap məxsus Uygurcha pasonda bir öy saldırgan idi. Sultan onun maddi isteklerini kandırıp, onun bütün zihni bilen pütükçilik, eser köçürüş ve mötüver tıllarga tercüme kılıştek ilmi hizmet kılışıga şarayit yartıp bergen idi. Şonlaşqa Abdurrazak Baxshi özünün nurgun beyitlerida Fatih Sultan'ның bu iltifatlarını qısqacha tilga olgan edi. Abdurrazak Baxshi Fatih Sultan'ның talebi bilan bütün dünyanın her qaysi muhim joylaridan İstanbulga yo'tkab kelingan bebaho asarlarni Türk ve Uyg'ur tillariga tarjima qilgandan sirt yana texi shu davrlarda Türkçe ve Uyg'urcha yozilgan nopozliq bebaho asarlarni Arapça ve Farsça tillarga tercüme kılgan. Çünkü Abdur Türkçe, Uygurça, Arapça ve Farsça tillarni nihayeti pişik ve puxta biletti. Bu xil avzallik uni sultanning eng ativorliq odamlari ichiga qo'shgan edi. Abdurrazak Baxshining zamonimizgacha yetib kelgan qo'lyozma, ko'chirma ve tercüme asarlari jami 41 parcha bo'lib, bunun içindeki 20 parçası onun özüge taalluq icadiyettir. Bu 20 parça eserler toplamı içinde 3 tuyuq Uyghur yazıqıda, 3 qasida ve 2 g'azal üstüde qadimki Uyg'urcha, ostida Arapcha yazıqda
uningdan boshqa bir qasida, 7 g'azal, bir nazma, bir nasriy she'ri va bir ruboyisi arabcha yozishda yozilgan. Qolgan 21 parcha yirik asarlar va asarlar to'plamlari butunlay o'z qo'li bilan ko'chirgan va izohlagan muhim asarlar bo'lib, mazkur asarlar ichida buyuk adib Ahmad Yuknakining Atabatul Haqqoiq nomli asri, Mir Haydar Tilbaning Mahzanul Asror, ya'ni sirlar xazinasi va ayni chog'dagi büyük Uyg'ur olimlari va shoirlaridan Mevlana Sakkaki, Mevlana Lutfi va Allama Mir Alisher Navoiylarning g'azallari muhim o'rinda turdi. Mazkur asarlar birdek ustida Uyg'urcha, ostida arabcha yoziqda, qo'sh ilibalik uslubida tamomlangan bo'lib, arabcha yoziq bilmaganlar va qadimgi Uyg'ur yoziqini bilmaydiganlarni mazkur bebaho asarlarning mazmunidan foydalanish sharoiti bilan ta'minlagan. Uningdan boshqa Abdurazzoq Baxshi o'z qo'li bilan putgan Fatih Sultan Mehmet Xonning bir yorliqi hozirgacha Topqapı Sarayida mukammal saqlanmoqda. Mazkur yorliqdimi ustida Uyg'urcha yoziq, ostida arabcha yoziq tanglik qo'llanilgan bo'lib, yorliq avatilgan Turkiston hukmronlariga hurmat, izzat va do'stlik izhor qilganlik hisoblanadi. Abdurazzoq Baxshining bebaho asarlari hozirmi İstanbul'daki Sulaymaniye Kütüphanesi, mashhur Topqapı Sarayı muzeyi, Veyna Milli Kütüphanesi, shundaqla Yevropadagi danglik muzeylarda va kütüpxonalarda yaxshi saqlanayotgan bo'lib, Turkiyadagi bir qism nopozliq tarixchilar Shayxzoda Abdurazzoq Baxshining ko'pincha asarlarini va xon yorliqini turkcha, arabcha va farscha tillarda nashr qilgan.